Haftadan bizni mezbonlarimiz ichkarida. Ha. Xavotir olmang, men sizni albatta himoya qilaman. Ser Mixail, qani endi ichkariga kiramiz. Ha. Men deyarli Lightga yetib keldim. Eshik ochildi. Xush kelibsiz. O'sha yosh yigit bu minorani egasidek ko'rinyapti. Men uni ilgari ko'rganman. U axir o'sha. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi, Sasha. Nima? Sasha xonim, siz bu yigitni taniysizmi? Yo'q, shunchaki uni shaharda bir marta ko'rganman. Hoy, inson bolasi, men bilan xuddi do'sting bilan gaplashayotgandek gaplashma. Men ismimni qayerdan bilasan o'zi? Yaramas mishqa. Hoy, bu juda ham yomon so'z. Sen ilgari meni erkalashni yaxshi ko'rar eding axir. Nima, hazillashyapsanmi? Nega men jirkanch odamni erkalashim kerak ekan? Bu shunchaki ahmoqlik. Balki bu seni xotirangni qaytarar. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Oradan uzoq 3 yil o'tdi, Sasha. Light.